Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Jahon mumtoz she'riyatidan tarjimon Muhiddin Omonovning Bizning yod etsalar nomli she'riy kitobini o'qishni tavsiya etadi. Dunyoda adabiyotdan bexabarlik ayni paytda mumtoz adabiyoti buloqlaridan bahramandlik har bir xalq uchun marg'ub va matlub yo'l ekanligi isbotsiz haqiqat. Shuningdek, adabiyotning turli yo'nalishlari, janrlari, poetik shakllarida yaratilgan asarlar bilan tanishib borish ham o'quvchining har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi. Shu to'plamdan jahon she'riyati namoyandalari Louis de Camus, John Keats, William Clouse kabi o'nlab shoirlarning eng sara asarlari joy olgan. O'ylaymizki, iqtidorli shoir va tarjimon Muhiddin Omon tarjimasidagi siz aziz she'riyat muxlislariga havola etilayotgan ushbu she'riy turdonalar badiiy didingizni boyitib sizga ruhiy kuch-quvvat bag'ishlaydi.